Lukoil benzinlari qanaqaligi qiziqmi? Xoslar bilan Lukoil benzinlarini qanaqaligini tekshiramiz. Mana Lukoilga kelganmiz. Benzin oldik. Hop, 92 mesli benzini, 92 Rossiya, 95 Rossiya. Birinchi pokazatelimiz oktan bo'ladi. 102 oktani yaxshi. 92 Rossiya. 91 yaxshi. 95 Rossiya. 96 zo'r. Oktanlar yaxshi hammasi ko'rsatdi oktanni. Endi bizda spesialniy ximikat bor-ku, buni nefti produktmi yoki yo'qmi aniqlab beradi. Endi 3 tomchidan o'zimiz ximikatni qo'shib chiqamiz. Hop, ximikatlarimizni qo'shib oldik. Endi aralashtirib chiqamiz. Qani aralashadimi yo'qmi? Ko'ryapsizlar ximikatni. Cho'kib turibdi. 95 bilan aralashgani yo'q. 92 Rossiya aralashgani yo'q. O'zimiz mesniy 92. Mana shu hamma joyda yaxshi emas chiqyapti mesniy benzin. Juda kam joyda yaxshi sifatli mesniy benzin sotilyapti. Shulardan bittasi mana Lukoil ekan. Benzinlarni mana tekshirib oldik. Ko'rdinglar, hech qaysi aralashgani yo'q. Lukoil benzinlari значит yomon emas. Buni yana hali ishxonaga olib borib plotnoshlarini tarkibida qancha smolalar bor, uni ham ko'ramiz. Bugungi sana 21-yanvar 2026-yil. Bugungi sana uchun Lukoil benzinlari zo'r kelib bemalol qo'yib olsanglar bo'ladi. Ertaga qanaqa benzin kelishiga biz javob beramiz, lekin Lukoildan unaqa jalba bo'lmaydi. Rossiyaning yaxshi benzin bo'ladi bu yerda. Xo'p, mesniy benzin mana yaxshi benzin topish juda ham qiyin hozir. Bu yerda yaxshi benzin bor ekan. Masalaga cheklari bilan videoning oxirida narxlari bilan qo'yib qo'yaman benzinlarni. Keyingi zapravkani yozinglar, qaysi zapravkani benzinini tekshirib beraylik. Xo'p, video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Bundan ham zo'r kontentlar hali oldinda. Endi bu videoni faqat Lukoildan benzin qo'yadigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.